O'rta asr Amerika xalqlarining madaniy va ilmiy yutuqlari. O'rta asr Amerika xalqlari deganda asosan Kolumbdan avvalgi mustamlakachilik davrigacha bo'lgan Markaziy va Janubiy Amerikadagi sivilizatsiyalar, Maya, Aztek va Inklar madaniyati nazarda tutiladi. Ular ilm-fan, san'at va muhandislik sohalarida katta yutuqlarga erishgan. Maya madaniyati va ilm-fani. Maya xalqi yulduzlarni kuzatib, murakkab taqvim tizimini yaratgan. Ular quyosh va oy harakatini aniq hisoblay olgan. Long count taqvimi mashhur bo'lib, u vaqtni katta davrlarga ajratgan. 4-raqamini mustaqil kashf etgan va 20lik sanoq tizimidan foydalangan. Maya sonlar sistemasida nuqta va chiziqlar yordamida hisob-kitob qilgan. Ulkan ibodatxonalar, piramidalar va observatoriyalar barpo etgan. Aztek madaniyati va ilmiy yutuqlari. Suv omborlari, kanallar va chinampa, suzuvchi bog'lar orqali qishloq xo'jaligini rivojlantirishgan. Tenochtitlan hozirgi Meksika shahri suv ustida qurilgan va ilg'or muhandislik tizimlariga ega bo'lgan. Quyosh taqvimi 365 kunlik va marosim taqvimi 260 kunlik ishlab chiqilgan. Quyosh va sayyoralar harakatiga qarab marosim va bayramlar belgilashgan. Inka sivilizatsiyasi yutuqlari, muhandislik va arxitektura. Inklar ajoyib muhandislar bo'lib, Machu Picchu kabi yirik inshootlar qurishgan. Zilzilalarga chidamli quruq qurilish usuli yoki mukammal chips tosh qo'yish texnologiyasini qo'llagan. Terrasali dehqonchilik, tog'li hududlarda ekish uchun maxsus qadamlar yaratish rivojlangan. Suv taqsimoti uchun murakkab irrigatsiya tizimlari yaratishgan. Maya sivilizatsiyasi hududi. Hozirgi Meksikaning janubi, Gvatemala, Beliz va Gonduras hududlariga to'g'ri keladi. Siyosiy tizimi. Birlashgan imperiya bo'lmay, ko'plab shahar davlatlardan iborat bo'lgan. Ilmiy yutuqlarga kelsak, astronomiya, matematika, yozuv tizimi va me'morchilikda rivojlangan. Maya sivilizatsiyasi hududi. Hozirgi Meksikaning janubi, Gvatemala, Beliz va Gonduras hududlari. Siyosiy tizimi. Birlashgan imperiya bo'lmay, ko'plab shaharlar davlatlardan iborat bo'lgan. Ilmiy yutuqlari: astronomiya, matematika, yozuv tizimi va me'morchilik rivojlangan. Aztek imperiyasi hududi Markaziy Meksika, hozirgi Meksika shahri atrofida joylashgan. Siyosiy tizimi markazlashgan harbiy imperiya bo'lib, Tenochtitlan poytaxti edi. Yutuqlari suv ustida shahar qurish, suvni sug'orish tizimlari va rivojlangan tibbiyot. Diniy an'analari, qonli qurbonlik marosimlari mashhur bo'lgan. Inka imperiyasi hududi. Hozirgi Peru, Ekvador, Boliviya, Chili va Argentina hududlari. Siyosiy tizimi markazlashgan kuchli imperiya bo'lib, Cusco poytaxti edi. Ilm-fan va texnologiya, muhandislik, yo'l tarmog'i, terrasalik, dehqonchilik va kipu yozuvi bilan mashhur. Maya, Aztek va Inklar sivilizatsiyasi. Maya, Aztek va Inka sivilizatsiyalari Kolumbdan avvalgi Amerikadagi eng rivojlangan madaniyat va davlat tizimlariga ega bo'lgan. Ularning har biri o'ziga xos siyosiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yutuqlari bilan ajralib turadi. Maya, Aztek va Inklar sivilizatsiyasi. Maya sivilizatsiyasi astronomiya, quyosh, oy va sayyoralar harakatini kuzatib, murakkab taqvim tizimini yaratishgan. Matematika 20lik sanoq tizimidan foydalangan va 0-raqamni mustaqil kashf etgan. Arxitektura, piramida shaklidagi ibodatxonalar, saroylar va observatoriyalar barpo etishgan. Aztek sivilizatsiyasi tibbiyot, o'simliklardan dorilar tayyorlash, jarrohlik amaliyoti rivojlangan. Muhandislik, sun'iy orollar, chinampa orqali qishloq xo'jaligi rivojlangan. San'at va hunarmandchilik, kumush, oltin va nefritdan yasalgan betakror gilamlar va haykaltaroshlik namunalari yaratishgan. Inka imperiyasi yo'l tarmog'i, 40 000 kilometrdan ortiq uzunlikdagi yo'llar tizimi barpo etilgan. Xulosa.
Maya, Aztek va Inka sivilizatsiyalari ilm-fan, arxitektura va boshqaruv tizimlari jihatidan yuqori darajada rivojlangan bo'lib, ularning madaniy merosi bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ular astronomiya, matematika, tibbiyot va muhandislik sohalarida muhim yutuqlarga erishgan. Shuningdek, o'ziga xos yozuv tizimlari, san'at va me'morchilik uslublariga ega bo'lgan. Biroq mustamlakachilik natijasida ularning siyosiy tizimlari butunlay barbod bo'ldi. Ispan bosqinlari tomonidan bosib olingan bu sivilizatsiyalar nafaqat o'z mustaqilligidan mahrum bo'ldi, balki mahalliy aholi ekspluatatsiya qilindi. Boyliklari talon-taroj etildi va an'anaviy turmush tarzi izdan chiqdi. Shunga qaramay, ushbu xalqlarning madaniy qadriyatlari va merosi bugungi kunda Janubiy va Markaziy Amerika xalqlari hayotida, ularning tillarida, san'atida, urf-odatlarida va hatto zamonaviy jamiyatlarining ba'zi jihatlarida namoyon bo'lib kelmoqda.